Siz Iflos Med klinikasining sog'lom hayotga oid maslahat videolarini tomosha qilmoqdasiz. Oldimizda yozning hali eng issiq davri turibdi. O'zbekistonda ayrim hududlarda havo harorati 50-55 gradusgacha ko'tarilishi kuzatilmoqda. Bu nafaqat noqulaylik, balki sog'liq uchun xavf degani. Yozgi jaziramada quyidagi muammolar tez-tez uchraydi. Suvsizlanish, issiq urishi, qon bosimining ko'tarilishi, yurak urishining tezlashishi, asabiylik va uyqusizlik, bolalarda esa hushdan ketish va allergik reaksiyalar. Terapevt shifokor sifatida shuni ayta olamanki, suv tanqisligi qon aylanishini sekinlashtiradi va yurak-qon tomir tizimini zo'riqtiradi. Bunday holatda ayniqsa qariyalar ehtiyot bo'lishlari kerak. Bolalarda terlash qobiliyati kuchliroq bo'ladi. Ular suvsizlanishni tezroq boshdan kechirishadi. Ular uchun salqin ichimliklar va soyali joylar bo'lishi shart. Ko'p suyuqlik ichilmasa, siydik yo'llari yallig'lanadi. Ayollar va erkaklarda infeksion kasalliklar ko'payadi. Kunduzi soat 11:00 dan 17:00 gacha quyoshda yurmaslik, kuniga 2 litrgacha suyuqlik ichish, ayron hamda yogurt foydali. Bolalarni soya, panoh joyda tutish, yengil, och rangli kiyimlarda yurish, qarindoshlar va yoshi kattalarda qon bosimi va yurak holatini kuzatib borish. Bu oddiy qoidalarga amal qilgan holda siz o'zingizni va oila a'zolaringizni jazirama issiq muammolaridan himoya qilgan bo'lasiz. Iflos Medda yozgi issiqlik mavsumi uchun tayyorgarlik, yurak va qon bosimi tekshiruvlari, umumiy qon va siydik tahlillari, bolalar va keksalar uchun individual maslahatlar, salqin kutish zali va tez tibbiy xizmatlar joriy qilingan. Sog'lom yoz, e'tiborli yoz. Havo harorati 50-55 gradusga ko'tarilayotgan bu kunlarda ehtiyotkorlik hayotingizni saqlaydi. Iflos Med klinikasi siz va yaqinlaringiz sog'ligi uchun doimo xizmatda.